Hop, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan statik keywordlar haqida gaplashamiz. Statik keywordlar, statik o'zi a, xotiradan foydalanishni boshqarishda ishlatiladi. Ya'ni oddiy misol qiladigan bo'lsam, universitet nomi barcha talabalar uchun umumiy hisoblanadi. Misol uchun, talabalar 2000 ta talabasi bor universitet bo'lsin, u talabalarni ism familiyasi bor, otchествоsi bor, ular tug'ilgan yili, kursi, shunaqangi ma'lumotlar u boshqa narsa, lekin universitetni nomi hammasi uchun bir xil. O'sha 2000 ta talaba uchun universitetni nomi bir xil bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchini biz statik deb e'lon qiladigan bo'lsak, barcha talabalar uchun umuman xotiradan bir marta joy oladi, bo'ldi. Agar biz 2000 ta talabani ma'lumotlarini kirgizayotgan vaqtimizda 2000 marta tatu, misol uchun universitetning nomi xotiradan 2000 marta joy oladi. Ya'ni bu degani nima? Bu degani xotiradan ancha yeb qo'yamiz deganda. O'shaning uchun static keywordlar ishlatiladi. Buni kodda ko'radigan bo'lsak, hop, mana bu yerda static keyword degan klass ochgandim. Oddiy misol qiladigan bo'lsam, o'sha hozir aytgan misolimni kodda ko'ramiz. Talabani name bo'ladi, albatta. Va nimasi bu kursi bo'lsin, level. Endi biz bitta umumiy talabalarni aytganimdek universitetni nomi, static e'lon qilamiz. Static, hop, string tipida bo'lsin. University. Nima bo'lsin nomi? Tatu bo'lsin. Xo'p, endi konstruktor ochib olamiz. Bitta konstruktor ochib, qiymatlarni chaqirib qo'yishimiz kerak. Shu stringdagi nima? Bitta level, hop. Hozir mana ko'rsatamiz static keyword qanday ishlatilishini. Ko'rsataman, to'g'ri. Hop. Yana bitta maslahat, bitta bo'sh konstruktor ham ochib qo'yishimiz kerak, bo'sh konstruktor ham. Hop, endi bitta klass ochaylik. Public void bo'lsin, nima? Print bo'lsin. Print. Shu yerda mana chaqirib qo'yaylik. Talabani ismi bo'lsin. Ismiga mana name olamiz. Plus kursi bo'lsin. Level. Mana aytgandek static, mana tepada e'lon qilgan tatu umumiy talabaning nomi barcha universitetning nomi barcha talabalar uchun bir xil dedik. Mana universitetni chaqirib qo'yamiz bu yerga mana. Endi main ichida obyekt olganimizda, hop, mana shu klassdan obyekt olamiz endi. Static.print. Mana ram berganimizda ko'ramiz. Hop, kursi, qiymat berib ketmabmiz. Mana 4 ta 5 ta talabaning nomini yozadigan bo'lsam ham, har safar e'lon qilmayman ularni ism familiyasini, otchествосini, boshqasini mana. Birinchisi bo'lsin, Ergash bo'lsin. Ismi nechinchi? Birinchi kursi bo'lsin Ergash. Adashib tatuga kirib qolgan Ergash. Xo'p. Ikkinchisi Najm bo'lsin. Shodmon domlani taniydiganlar bo'lsa bilishadi. Xo'p, ikkinchisi misol uchun Kamron bo'lsin. Kamron Teshovoy. Nechinchi kurs? 3-kurs bo'lsin mana. Endi mana, xo'p. Har bittasini mana e'lon qilib chiqadigan bo'lsak, print ram berganimizni ko'ramiz.
Mana har bittasi uchun bu yerda probel tashlab o'tibman. Endi ram beraymi? Mana ismi Ergash, kursi va tatu hammasi uchun umumiy bo'lyapti. Ya'ni xotirada mana tepada bir marta joy olyapti. Shu bilan har bitta shunga oid bo'lganiga berib ketaveramiz buni. Har safar yangitdan e'lon qilib xotiradan yana nechadir bayt joyni band qilmaydida. Yana bitta narsa statik deb e'lon qilganimizdan keyin buni har qanday statik bo'lgan metodni ichida chaqirib ketsak bo'ladi mana. Main statik. Xo'p, mana o'sha buni ichida ishlataylik mana. Meda University teng bo'lsa yangi nomini qo'yaylik. Narxoz deylik. Narxoz Scout yangi qiymatini o'zlashtiradi. University mana. Ram berganimizni ko'ramiz. Mana narxoz. Agar hozir tepadan statik o'chirib qo'yadigan bo'lsam, buni sirada ishlatib ketib bo'lmaydi buning ichida mana. Qizarib qolyapti. Xo'p, tushungan bo'lsalaring, xuddi shunday. Statik o'zgaruvchilar shular. Rahmat e'tiboringlar uchun.